Dasturimiz davom etadi. Abdulla Qodiriy nomli viloyat kutubxonasida tajribali pedagog hamda ijodkor shoira Turobovaning ikkita kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Mazkur kitoblarda adibning umr yo'llari haqidagi ko'ngil kechirmalari jamlangan. Taqdimot tafsiloti galdagi lavhada. Shoira Turobova Navoiy davlat universitetida faoliyat yuritadigan, ilm va ijodni uyg'un holda olib borayotgan faol ziyolilardan biri. U yoshlarga saboq berish bilan birga ijod olamiga oshno. Mahoratli ijodkorning yaqinda chop etilgan va keng jamoatchilikka taqdim etilgan Malika va Nurli iz nomli asarlar nafaqat adabiy, balki ma'naviy ma'rifiy jihatdan ham alohida ahamiyatga ega. Bu asarlarda muallif nafaqat shaxsiy xotiralarni, balki butun avlod uchun ibrat bo'ladigan hayotiy sinovlar, sabr-toqat va ota-onalarga bo'lgan beqiyos muhabbatni qalamga olgan. Mazkur kitoblar taqdimotiga bag'ishlangan uchrashuvda shu haqida batafsil fikr-mulohazalar bildirildi. Qayd etilganidek, shoira Turobovaning asarlaridagi voqealar asosan uning ota-onasining hayot yo'li asosida yozilgan. Xususan, Malika asarida ayniqsa ayol taqdiri, moddiy va ma'naviy sinovlar, ayollikning ulug'vorligi tasvirlangan. Bu kitob orqali ijodkor har bir ayolning qalbida yashaydigan kuch, sabr va umid haqida go'zal so'z ochadi. Nurli iz esa bir insonning hayotida qoldirgan ezgu izlar haqida so'zlaydi. Bu yerda nafaqat ota-onaning farzand tarbiyasidagi mehnatlari, balki ularning samimiy muhabbatlari, insonlar bilan munosabatdagi adolat va halollik prinsiplari aks etgan. Nurli izda dadajonimning xotiralariga boshlangan kishining hayot mashaqqatlarini ozgina bo'lsa-da kitobxonga yoritishga harakat qilgandim. Malikada esa onajonimning o'sha hayot sinovlarida toblangan, ayniqsa yoshgina 5 yoshlik davrlarda otalarini qatag'onga uchraganligi, umr yo'llarida esa mashaqqat bilan qiyinchilik kunlarda o'qituvchilik kasbini egallab, yaxshi kunlar ko'raman degan vaqtda ikkinchi bir katta repressiya, dadajonimdek pokiza insonning nohaq o'sha paxta ishi siyosati bilan qamalganliklari, bu iztiroblarni barchasini men har birini yuragimdan tugib yurgandim. Albatta bir qalamga olgan narsalarim bugun xalqni ko'ngildan shuncha joy olganlikdan behad minnatdorman. Albatta, adabiyot bu shunchaki so'zlar ketma-ketligi emas, balki qalblar tarbiyasiga xizmat qiladigan ruhiy boylik manbaidir. Shoira Turobova o'z ijodida tarannum etilgan hayotiy hikoyalar ham ana shu jihatlarni o'zida jamlagani bilan ahamiyatlidir. Tadbirda yosh ijodkorlar asarlardan namunalar keltirib, o'z xulosalarini bildirishdi.